Uyg'ur yozuvchisi Batur Ro'zining Ma'nilar xazinasi Alisher Navoiy nomli asri. Zerak bola. Miladiya 1441-yili 2-oyning 9-kuni atdiganda Herat shahrining ixtiyoridan qal'asiga joylashgan xon ordisida oldirash ishlayotgan G'iyosiddinning xonasiga tuyuqsiz shoir va sozanda Ali kirib keldida xushal kayfiyatda eg'iz ochdi. Xush xabar, suyunchi bering aka, Tangri sizga o'g'il farzand ato qildi. Bugun sahar ochimning ko'zi yurdi. G'iyosiddin xushalliqida o'rnidan dast turib ketdi-da, belidagi oltin bilan naqshlangan kamarni yeshib, Alining beliga bog'lab qo'ydi. Rahmat, sizdan intayin minnatdorman inim, dedi G'iyosiddin. Alloh umringizni uzun qilsin. Yaxshi soat xush xabar yetkazdingiz. Bu jiyaningizni sizning nomingiz bilan ataymiz. Sizga o'xshash shoir bo'lg'ay. Sizning nomingizga shir degan so'zni qo'shayli. Shirdak kuchlik va jasur bo'lg'ay. G'iyosiddin duo qildi. Hammaylar yo'lingizga intizor aka, dedi Ali askartib. Mana Alisher Navoiy hazratlari tug'ilib, oradan 500 yil o'tganda O'zbek yozuvchisi Oybek burun olamdan o'tgan bu ulug' zotning balaliq va balog'atga yetgandan keyingi hayot faoliyatlari haqida ajoyib xotirlarni qoldirib, insoniyatga taqdim qilish uchun iditliq bosh qatirib qalam tavirdi. Xorasan o'lkasida moliya ishlari bo'yicha muhim mansabda va yamxashak hokimi bo'lgan G'iyosiddin kichik o'zi she'r yozolmasimi, lekin shoir va olimlarning suhbatiga qatnashishga omraq edi. Shunga ishki ularga har zamon ochiq edi. Bugunmi uning uyida suhbat qizib ketyotdi. Shu asnoda hammaylarning eshik tarafga oqqan ko'zlari birdanla vallada chaqnab ketdi. Sho'x Alisher chapinning etaklarini payyal bugishdak lapildatib yugurib kirdi-da, mehmonlarga qiyo egilib adab bilan salom berdi. 5 yoshlar chamizdagi Alisher chiroyli, ammo tavnozuq bola edi. U G'iyosiddinning quchog'iga likkida chiqib olib, ko'zlarini chimchiqlatganicha so'rinni uyatchanlik bilan kuzatishga boshladi. "Chavgon o'ynashni yoqtiramsan, Alisher?" deb so'radi oradan biraylan. "Yoqtirman, biroq," dedi Alisher dadasiga yer ostidan qarab qo'yib. "Ot choptirib chavgon o'ynashnimi, fikr qilishnimi yoqtirman." So'rin ahli tong qoldi. "Barakalloh, bu o'g'ilni o'qiting. O'g'lingizning gap so'zlaridan donishmandlikning hidi kelyapti", dedi bir odam amdilikda G'iyosniga burilib, hayajon bilan so'zini davomlashtirib. Xushalliqdan G'iyosdin kichikning yuzida qo'riqlar bir has ko'payib ketdi. "Shundoq niyatmi yo'q emas. Balo zerak, biroq kapsizrak." So'rinda ayni zamondagi Aliga o'xshash danglik shoirlarning birisi bo'lgan Alisherning cho'ng tog'asi Mir Said Kabulim bor edi. "Qani jiyan, bir g'azal o'qib bergin-a?" dedi u Alisherga. Alisher qizib ketib bardam jim turgandan keyin o'qishga boshladi. "Ko'tardi ichman gul uzorim qini, savri bo'yliq nigorim qini, tepdi bu kun vasi gulbahor, va darix mening navbahorim qini. Lutfi hazratlarining bu she'rini bak yoqtirman, sizchi dada?" qo'shim chiqildi Alisher. "Mavlona Lutfi o'tkir fikrli shoir", deb javob berdi G'iyosiddin. So'rindikilar Alisherga havaslanib hayron qolgan edi. Oradan biraylan: "Ya Rabbim, ko'nglimizni nurga to'ldirgan bu cho'jidan qandoq burkut yetishib chiqarkin? Seni Parvardigorim o'z panoyida saqlag'ay o'g'lim", dedi. Hammaylar Alisherga ixlos bilan duo qilishdi. Alisher avval qadimi bakra qizirib ketib, yerga qaragancha jim bo'lib qoldi. Temurning vafotidan keyin shahzodalar orasida urushda Shahrux g'olib keldi.
Shohrux Temur davlatining gultoji hisoblanadigan Samarqandni o'g'li Ulug'bekka topshirib berib, o'zi Hirotga ko'chdi va u yerda go'zal bir makon barpo qildi. Hirot qisqa vaqt ichida ko'rkam, obod bir shaharga aylandi. Shohrux ba'zida isyon ko'targan shahzodalar bilan, ba'zida chekatkiga o'xshash bostirib kelgan Mo'g'ullar va Oltin O'rda bilan jang qilib, hokimiyatni uzungacha saqlab keldi. Ulug' shohim, Farislarning isyon ko'tarish xavfi bor, dedi vazir bugun o'rdadagi suhbatda jimjitlikni buzib. Shoh bir oz sukut qilib turgandan keyin cho'nqur nafas oldi. Mukchaygan gavdasini qimirlatib qo'yib buyruq qildi. Jamoatimizda ittifoq, davlat tartib buzilsa, har vaqt jazo qilichini ishga solmoq lozim. Qurol yaroqlar jangga tayyorlansin, dedi shoh kaskin talaffuzda. Shu chaqda ishq og'isi shohning oldiga kelib, pukilib ta'zim qildi. Chin va arab elchilari Turk va Oltin O'rda beglari qabul qilishlarini intizorlik bilan kutmoqda. Hazrat Oliylari ijozat bergaylar. O'rdadagi ulug' ushoq hammalan elchilarni qabul qilishga hozirlandi. Shohrux urush qilish halakchiligida qolgan shu minutlarda Alshir o'yladi mata ko'nglik. Kirlashgan oq to'pi kiygan ikki bola bilan pomzak o'ynayotdi. Bir kiyik daraxtlar orasidan Alshirga erkilab surkaldi. Alshir kiyikni purdi. Chiroyliqni qaranglar. Go'shmi totliq qo'ya bu jonivorning, dedi qaramtul kelgan bir bola. Cho'bog'anda o'chi bo'g'im bor. O'lash batko'ngillik, dedi yana birisi. Alshir do'stining gapini anglab xiyolga petib qoldi va birdan o'tganda eg'iz ochdi. O'g'lashdimmi? Maktabda o'qish ko'ngillik. Maktab turmushining ko'p sirlarini yutadi. Dadam hamisha olim odam xor bo'lmaydi deydi. Meni dadam matochi, dedi qaramtul bola ma'yus ohangda. Uningga men maktabga bering desam, sen maktabga berishning nima hojati dedi. O'ylasam dadamning aytqani to'g'ri ekan. Uyimizdagi choshqonlarning to'shkim qop-qora o'tirsa, maktabga qandoq bora olayman? Dadam amal, dedi yana bir bola. Sahardan top kechgacha bozorda ish kutib turdi. Maktabning gapini qilsam, o'g'lim, haddingdan oshma. Orpinining zor bo'layotganligimizni ko'rmadingmi? Maktabda qo'sh, kursga to'xlaning ishi deydi. Alshir o'zining pat arada maktabga bormoqchi bo'lganligini aytmoqchi edi, lekin bolalarning ko'ngli texim yerim bo'lib qolmasin deb aytmayla qo'ydi. Aradan uzoq o'tmay kichik Alshir onasiga agishib, Ulug'bekning og'chisi Malik Sulton buvining kelganligi sharafiga uyushtirilgan Bayqaralar uyidagi bazmiga keldi. U hayol o'tmayla surilib bazmidan zerikdi bo'lg'ay, bir besib, ikki besib o'ylaga chiqdi. U cho'ng maydonning qoq o'ttirsida o'qya mashq qilayotgan Husaynni ko'rib, yeniga bordi. Assalomu alaykum shahzodam. Qo'llarini qo'shtirib salom berdi Alshir. Zerikib turgan edim, yaxshi kelding, dedi Husayn kulimsirab. Muallim har kuni qo'lim Qur'on tutqizdi. Qur'on bilan ish bitamdi. Husayn cho'ngladek jiddiy talaffuzda so'zladi. Men o'qataman. Sen maydonning o'chitiga berib, o'qlarni yig'ib akilib bo'lamdi. Shoy yakdak duxovi shim kiyib, salla o'rvagan Husayn janggohda turgandek kayfiyatda yoning kirichini tartatdi va vijildab uchib ketayotgan o'qni faxrlanib kuzatdi. Alshir o't cho'plar orasidan izlab yurib, o'qlarni topdi va Husaynning oldiga berib, qo'lidagi bir dasta o'qni uningga sundi. Husayn daraxtning uchiga qo'ngan qarag'uchini challab o'q o'zividi, o'q qarag'uchning qanti ostidan o'tib ketdi. "Shahzoda, tos oldingiz o'ldirib qo'yg'ili, ta'lim olgan", dedi Alshir. "Gap qarag'uchning ta'lim emas, etishni bilmaganligimda", dedi Husayn javoban. O'yindan zerikkan Alshir
Tüyrüklere naqshlangan ozodi uyga qaytib kirib, onasi oldida o'ltirdi. Shu arada Ulug'bekning o'g'li Abdulatif kirib, onasi Sulton buviga salom berdi. "Hormag'aysiz Ulug'xon ona, Ulug' otimiz salomat turyotamdi." "Hazrat xon sizni seg'indi. Samarqandga berishingizni kutmoqda", dedi Sulton buvi. "Shoh otam rasadxonasiga chiqib olib, yulduzlar bilan hapirishayotgandi haqachon", dedi Abdulatif Sulton buvining yeniga joylashib olib. "U ayollarni erlar bilan barobar qilmoqchi. Dahiylarga buzg'unchi ilm ahllari yo'l qo'yotdi. Men uning Tangrining g'azabiga uchrashidan ansirayman." Abdulatif asabiylashib titrab ketdi. "Xon oliylarining islom uchun jini pida. U ilm ahliga boshpana", dedi tatirib ketgan Sulton buvi. "U tadbirli, adil, xalqqa mehribon, Allohga e'tiqodi kuchli. Uni behuda ayblamang. Uni bir to'p dahriylar qo'rshib olgan Shayx Mulla, davishlarning holi xaroblashmoqda. Ular shoh otamga qarshi isyon ko'tarmoqchi. Shunga ansirab qelyapman. U Buxoroda qurgan 20 madrasada barliq musulmonlarning ilm elish farzdir deb muhr yasatdi. Ilm irfonga keng yo'l ochdi. Albatta, bu ish jahil mutaassiblarga yoqmaydi. Ular dinimiz oyoq osti qilindi deb o'rinsiz g'ovg'o qilishmoqda." Nimishqidir, Shahzoda Abdulatifning gaplari kichik Alshirga faqatli yoqmadi. "Shahzoda Abdulatif zahardek gap qilgan. Malik xili ranjidi", dedi Alshir uyga qaytib kelgandan keyin dadasiga ko'rganlarini so'zlab edi. "Shahzoda dadasini nimishqa yomon ko'rdigandi, hech aqlim yetmadi. Shahzodalar taxtga chiqish uchun ota-onalaridan, hatto bolalaridan kechidi", dedi G'iyosiddin xiyolga petib. "Mamlakatimiz fojialik ahvolda qoldi. Shahzodalar goh oshkora, goh yoshirin bir-biriga ota-bobolariga o'g'ir qo'yatdi. Taxt uchun jinni tikib iymonini yo'qotib qo'yatdi. Bo'g'liq, puhraloq bo'lyapti. Diyorimiz jannatdek makon. Lekin har qatimqi jangi jidallar jannatni do'zaxga aylantirib qo'yatdi. Hozir Ulug'bek barcha shohlardan cho'lpon yulduzdek taraqlanib turadi. Shoirlar uning sha'niga falak yillar kerak, sayr atsayu keltirsa elikka, meningdek shoiri turki, seningdek shohid dononi deb madiylar yog'dirmoqda. Men Sulton Ulug'bekni zamonimizning Aristoteli va Aflotuni deb bilaman. Oliy hazrat ilmida qanchalik kamolat yetgan bo'lsa, din va shariatni shunchalik tushunadi va rioya qiladi." Alshir otasi G'iyosiddinning gap so'zlariga ich-ichidan qoyil bo'lgan holda uning bilan vaqtli xo'shlashib, tashchillariga egar jabduq, hara, erkaklar tizilgan. Qo'zuqlarga g'iloblik qilish va o'qiya esib qo'yilgan ozodi uyga kirib keldi-da, pildab yenib turgan qarichiroq yo'riqida o'zig atab ney yasayotgan buvisi kichik oxuniga salom berdi. Alshir neyning tezroq bitishini orzu qiladi. Uning butun o'y xiyoli ney bilan qolgan edi. "Yana 3 kunda bitamikin bolam, oldirma", dedi buvay neyning padillarini ehtiyot bilan teshib etib. "Ney yasashni farishtalar ijod qilganmish. Hofizlar oshiqlik bilan neyni shundoq madiyliganki, anglasang ko'z yeshing yomg'urdek to'kiladi. Anglag'in neyni hikoyat qilur, ayrilishlardan shikoyat qilur" degan betni anglaganmisan? "Pah, bu g'azal qalbimga o't yiqyapti buva. Qaysi shoir yozgan?" "Ulug' shoir Mavlona Jaloliddin Rumi yozgan bolam. Uning g'azallarini ko'p angladim. Bak sho'xkan, odamni ilhomlantirdi ekan." Alshir birdam o'ylanib turib qoldi. "Buva, Xudo qayerda? Qani u? Ko'p o'yladim, faqat aqlim yetmadi." "Sen tehi kichik o'g'lim, vaqti kelganda pamlab bilib olasan.
Buvay neyning pədələrini sılav etib, mənilik yiyəcəydi. Aradan neçə gün ötkəndə Əlşir dostunu həmrah qılıb, boğuz püttürüb bərgən nəyini kötürgünəcə öz uydan anca yıraqda bolmağan bir Sazəndə buvayının qəribani kəbisiga yetib gəldi. Əlşir berilib nəycilivatqan buvayı qarab, bir haza ədəb bilan qarab turğandan keyin, axır nəyci buvayğa mulayimlik bilan yelindi. Ehtimal, ustazның işi köpdür, lekin nəycilishni bəkmi ügəngim ba. Əlşir Bəkzadının nəyge həvsi bolsa, ögütüb qoyay, dedi buvay. Sənətni, ruhның ceni və cəvheri desək boludu. Lekin mən yoxsul puxramən. Manım uşundaq vayrani kəbidi oturmən. Sənət bilən qılcı alaqısı bolmağan baylar bolsa, özlüksiz əyiş işrət qılmaqda. Ah, xuda. Əlşir qızırıb ketdi. O pakar öyge. Moylanın topusu kötürülüp durğan soğma temiği əndişi bilen qarab qoydu. Ustaz, Əlşirning ügüniş iradəsi bək güclük, mehində o zayi ketməydi, o yaxşılıqınızı unutmaydı. Üzüp sözledi Əlşirning dostu. Buvay Əlşirning qoludan nəyini elib, bütün vücudu bilen çelişqə başladı. Balala nəyinin sihirli küydün məs bulup ketdi. Dildeki ahang, nəpəs bilən nəy götüdü, dedi nəy çelişdən toxtuğan buvay balalarının rəhmətiga cavaben. Andın Əlşirgə nəyini qandaq tutuş, qandaq pöyləş, pədələrini qandaq besiş haqqıda savaq berişke başladı. Şu günlərdə Hirat başqısı canlanmaqda idi. 2 gün ilgiri Bağdatdan çelişçilar kelgen idi. Hirat çelişçiləri alaqsadilik bilen tayyorlik görməkdə. Xalq çelişni taqazzalıq bilen kütüb atatdı. Bugün cümə namazı oqulub bolğandan keyin xalq meydanğa axdı. G'iyosdin kichikmo ko'rkam etiga minib, orqasiga Əlşirni mingashtirib yetib keldi-da, etini joylashtirib, baglar bilan lashkar boshliqlarining yeniga berib o'ltirdi. Meydan shovqin so'ran do'lqinda chayqaladi. Shahzoda A'lo iddavlar bilan vazirlar kelgandan keyin shovqin jimiqdi. Shahruq viloyatlarning birisida bosh ko'targan isyonchi shahzoda bilan jang qilib atadi. A'lo iddavlar, vazirlar va shahzodalarning hamrohligida gilamlar bilan bezalgan ravoq kelib o'ltirdi. Keyin oldida tiz bukib turgan lashkar beshiga "Qani, Talibanlar mahoratini ko'rsatsin", deb buyurdi. Lashkar beshi qo'llarini qo'shtirib, ta'zim qilguncha kayniga sho'qshib, kimgadir sharat qildi. Birdilla kanay sunay nag'irlarning sadosi maydonni titritib etdi. Bag'dod va Hirat çelişçilari shahzodaning oldiga kelib, qayta ta'zim qilishgandan keyin orqaga chekindi. Çeliş başlanishi bilan Əlşirning yuzi oppoq oqarib ketdi. O ko'zini chaychaytguncha çelişçilarning harakatini kuzatdi. Uruq, o'ttir bo'yliq arab bilan do'g'loq, kang ko'kraklik Hiratlik elishib atadi. Hiratlikning hujumiga eg'ir besiqlik bilan taqobil turayotgan arab to'satdan bir hujum bilan Hiratlikni ko'tarib olib, havoda aylantirdi. Yerga tashlab etishga taraddudlanib turganda Hiratlik birdan o'zini o'ngshab putlarini yerga terib oldi. Tomoshachilar nafs to'xtab qolganda qiytib qolishdi. Yangi hujumni kutib turgan Hiratlik palavan jallanib, texim qattiq elishishga boshladi. Ravoq oldiga yaqin kelganda Hiratlik palavan Əlşirga bir tilla tanga tutqizdi. Əlşir xushal bo'lib odamlar orasidan aylanib menib, palvonning oldida to'xtadi va uningga egilib ta'zim qilgandan keyin tangini ikki qo'llab uzdi. "Qalbingizni qutlug'laymiz", dedi. Palvon Əlşirni quchoqladi. Atrofdagilar balaning pamparasiga hayron qoldi. Əlşir nihoyat xushal edi. O otasining qo'ltiqida o'tirib
Hiratdan endi qish tog' tizmalariga so'zilgan buyuk vatanimizning o'ziga xos shuhrati, danqi, an'anasi bor, deb o'ylaydi ichida. Bag'dodliklardan 4-si o'ttirg'a tushdi. Kishilar nafsini chiqarmay uningga tikilib qolishdi. Maydon sukunatga cho'mdi. Egiz bo'yliq, yo'g'on gavdalik palvon maydon o'ttirsida haykaldek tik turadi. Devida kayvat tekishgan bu, nima degan dahshatli, dedi bosh vazir. Bag'dodlikdimi yo'g'on va qomatlik bir palvon uning raqibi sifatida o'ttirg'a tushdi. U palvon Samarqandlik bo'lib, hozirgacha chelishdi yiqilmagan. Uning danqi jangga pur edi. Chelishish avjiga ko'tarildi. Xaloyiq hayajonlanib atdi. Alshir chelishchilarni zo'q bilan kuzatdi. Gohida otasining qo'lini siqib, nimanidir deb qo'yadi. Shu paytda odamlar birdilla tavrab ketdi. Shahzoda ketdi degan gap birdamdala eg'izdan eg'izga tarqaldi. Asli chaparmay kelib, shahzodaga yezlardagi to'mirchilarning qo'zg'alan ko'tarilganligi to'g'risida xabar yetkazgan edi. G'iyosdan Alshirni agashtirib, uyga yetib keldi va hayol bo'lmayla o'rniga yugurib ketdi. Üsüt, chilish rosa qizayotganda to'xtab qoldi-da, dedi Alshir uydagilarga ko'rganlarini so'zlab berib etib. Suhbat ustiga kelib qolgan kichik oxun bovay qo'l silkidi. Qadimdan kelayotgan odat shu. Dehqon qo'zg'alan ko'tirdi, podshoh bostirdi. Shu kuni G'iyosdin o'rdadagi suhbatda podshohga puhralarga foydaliq bir muncha maslahatlarni berib, uyga yarim kecha bo'lay deganda orom qaytib keldi. Bu chaqda Alshir allburun uyquga ketgan edi. Oradan bir oy o'tib ketdi. G'iyosdin beg o'g'li Alshirni agashtirib, muddarisning oldiga keldi va yanchiqadan bir tilla chiqarib, dasturxon ustiga qo'yib qo'ydi. Taqsir, balaning go'shi sinining, so'ngki bizning. Xayr, endi men qaytay. Muddaris duo qilib qo'lini yuziga surdi. G'iyosdinmi uningga agishib duo qildi-da xayrlashdi. Muddaris Alshirning qora taxtasiga elib degan xatni yozdi va uningga savoq berishga boshladi. Alshir har kun atdiganda bir china qaymoqqa yumshoq nonni chilab, olmon-talmon yavitatida qora taxtini jilidkisiga silib, Muddarisga mang'atdi. U Muddarisdan yiqatdi. Muddarisning o'skilan qoshlari ostidagi ko'zlari doim ma'nili chaqnab turadi. U taliblarga turk tilida emas, Fars va arab tilida dars beradi. Savodi chiqqan taliblar Fars shoirlarining she'rlarini ohangga selib o'qishga boshlaganda Alshir ularga havas bilan quloq soladi. Alshir taxtadagi harflarni suvdek bilib ketdi. Ammo Muddarisning uni elipadan yuqirsa chiqarg'isi kelmayotgandek qiladi. Oxir bir kuni u Alshirni yeniga chaqirdi. Barakalloh qo'zam, zehning o'tkirkan. Ata haftiga kelib kel. Muddarisning bu gapi saboqning birinchi bosqichi tamomlanib, endi ikkinchi bosqichga qadam qo'yadiganligidan derak beradi. Saboq bir sur'atining ostiligidan zerikkan Alshir bu gapdan qaltis xushal bo'lib ketdi. Peshin mazgili maktabdan ozod bo'lgan taliblar Alshirni unimig'iniga unimay oraga elib olib, cho'ng ko'cha tarafga qarab aytildi. Yur, cho'ng ko'chiq borimiz. Bugun mahbuslarga jazo beriladi. Anglayotganinglar Bila Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Kitob mastonasi. Alshir bo'si kichik oxunga bek amroq edi. Aram topslar uning bilan paranglashishni istaydi. Buvay Alshirga butun bir jamiyatining tarixini so'zlab beradi. Bo'sning nomi chiqqan dangliq baxshilardan ekanligini, dadasining bo'lsa o'z davrining yetishgan o'limalaridan bo'lib, Xoqon ordisiga taklif qilib, bir umr xon jamiyatidagilarga islom shariat ahkomlaridan, turk va arab,
Paris danışmanlarining ilm hikmatlaridan dars berib o'tganligini, onasining chevar ayol ekanligini, cho'chak va daston aytishga qavat usta ekanligini, o'zining to'mirlangan askar bo'lib, urushga qatnashib Hindistongacha borganligini, oxir yana to'mirlangan agishib Xorasonga kelib o'ltiraqlashib qolganligini, G'iyosdinning Hiratda tug'ilgan tunji o'g'li ekanligini takror so'zlab beradi. Kichik Alshirning balaliq ko'zlarida Qashqarning tushdek go'zal manzaralari, bo'g'inlarining xiyoliy simasi uyib qolgan. Yusuf Xasojib Mahmud Qashqarlarning nomi tilga yodi bo'lib ketgan edi. Alshir ana shularni o'ylag'ash mahbuslarga jazo beriladigan cho'ng ko'chaga yetib keldi. Ko'zlarida g'azab uchqunlari chaqmagan kambag'al va yollanma dehqonlar ko'chalarga patmagan holda to'p-to'p bo'lib kelishmoqda. Qo'llarida darra tutgan soqchilar to'pini oralab yurmoqda. Alshir talablar to'pi orasida qistilib yurib, orom tasda maydonga berib oldi. Qo'shuvimiz turilgan, ko'ngli parishon Alshir maydondagi darlarga qo'rqimsirab nazar tashlamoqda. Darlarni ko'rish bilanla uning vujudini titrak bosdi. U dar haqida ko'p anglagan bo'lsa-mu, bugun tunji qatim ko'rib atadi. Birov Alshirning yelkasini qoqdi. "Bu yerda nima qilib tursa? Uyingga ket", dedi tonish Matachi buvay. "Bundaq ishlar har hafta degidek bo'lib turdi. Do'zaxda dahshatlik ekan. Yuzlardan keltirilib so'langan dehqonlarmish. Ularning gunohi nima ekan?" Alshir Matachi buvaydan titrangi ovozda so'radi. "Bu jahonda zoliblar bek ko'p. Kambag'al, yollanma dehqonlar baylarga qarshi qo'zg'olon ko'targanmish. Bu g'eriblarning yeydig'ini orpinini, lekin shuningga qo'rsiq to'ymaydi. Uningga nima degilik? Baylarning har birining necha ming tanobdan yeri bor. Oltinlari sanduqqa sig'may qoladi. Ah xudo." Alshirning qalbida osh yalang'och dehqonlarga nisbatan kuchli his tashliq qo'zg'aldi. Jallatlar bilan yasovullar "Posh" deb varqirishib, 7 dehqonni elib keldi. Ularning kiyimlari yirtiq edi. Chiroylari tatirib ketgan bo'lib, kishanlangan putlarini tast so'rak mang'atdi. Mahbuslar orasida Hiratlik bir yosh yigit va zilva bo'yliq, chiroyli bir qizmi bor edi. Kishilar to'pi bir davolg'ib jimib qoldi. Lekin bu dahshatli sukunatni mahbuslarning bola chaqinlarining, ota-onalarining, urug' tuqqanlarining alamli faryodlari buzib turibdi. Ularning aksicha ba'zi sarkardalar, savdogarlar xush bo'lib gidiyib ketishgan edi. "Darg'asish kerak bularni. To'polon ko'tirib emasmi bu ablahlar? Podshoh hazratlari o'zi berib bostirib keldi", dedi bir lashkar. Kishilar orasida shovqin ko'tarildi. Mubta Axunimning yordamchisi podshohning mahbuslarning o'limiga hukm qilinganligi haqidagi farmonini elib keldi. U farmondagi har bir so'zni donima-dona qilib oldirmay o'qib o'tdi. Alshirning chiroyi tatirib ketgan edi. U yig'lamsirab darg'a tikiladi. Mahbuslarga qayt ko'z yugurtadi. Matachi buvay uni quchoqlab oldi. "Mundaq qabih ishlarni texijiq ko'rsan, podshohlik, xonxo'rlik demakdir." Alshir hammadan bak Hiratlik yosh yigit bilan uning mashqiga ich og'ritdi. U atrofidagilarning so'zlaridan ularning bir mahallalik ekanligini, yigitning madrasada xeyli o'qdan o'qigan bilimlik, notiq ekanligini, qizning mohir sozanda va usulchi ekanligini, davlatmanlardan birisining qiziga elchi avatganda ota-onasi zo'rlisimi so'ygunim bor deb unamaganligini, bagning podshoh bilan tuqqanchiligi borligini va qizni yo'ldan chiqqan buzuq deb podshoh chaqqanligini, bag qizni qo'lga tushirolmaganlikdan o'ch elish niyatida qiz bilan yigitni qo'zg'olonchilarning sherigi deb lashkarga tutib berganligini bildi. Maydon dahshatli sukutga cho'kdi.
Jallatlar dehqonlarning boshlariga niqab kuydirib, bir-birlab darga osdi. Esilg'anlar bo'g'ilib, tipirlab, asta jimib qilishdi. Jallatlar yigit bilan qizning qo'lini yanimi chingitib bog'ladi. "Alvido azizim", dedi yigit mag'rur holda. "Sen bilan birga ketyapman. Buni baxt deb bilaman. Biz guldek pokmiz." Dilqut xazinasi. dedi qiz javoban. G'azabdan chiroyi qordab ketgan yigit zo'rg'a kulimsiradi. "Jenim, zulm dunyosidan biroqli qutuldigan bo'ldik." Alshirning butun badani lag'ildab titraydi. U o'qdak etilib to'p orasidan chiqdi-da, yugurgan peti orqaga qaramay ketib qoldi. Alshir taxtisini qo'ltig'iga qisib uyga kirib keldi. Chiroyi texmi tatranqi edi. "Nega bording?" deb so'radi oshxonadan chiqib kelayotgan onasi ansirab. "Maydonga jallatlar dehqonlarni darg'a osdi. Kishilar hozir ichib yig'lashdi." "Undaq joylar hargiz borma degandim-ku. To'g'ri yo'lda man. Pak bo'l jenim balam. Xudodan ko'ngling azar yemasin, ko'ngliga dog' tushmasin." Ana o'g'lini quchoqlab, yuzlarini mehri bilan siladi. "Ben qo'rqdim. Yurgim qapidan chiqib ketayli" dedi. "Lekin qochmadim ana. O'g'lim, endi u maydonga hargiz bormayman." Havo sovishga boshlagan edi. O'ylada onda-sonda yomg'ir tomchilab turardi. "Xafa bo'lma, yuz-ko'zingni yuyib, tamoqqa o'tir." Alshir texicha lag'ildab titrayotdi. Alshir taxtini tekchiga qo'yib etib, oshxonaga ketayotgan onasiga "Tomoq yemayman. Ko'nglim oromid emas" dedi. Hashpash degucha kechkuz kirib keldi. Yerga to'kilgan yopurmoqlar xuddi gilamdek ranglari ko'rinadi. Suzuk osmonda quyosh parqirab tursa-mu, kuzning o'tkir sovuq shamoli badanni muzlatadi. Gilam silingan apchilgina hujrada balalar chozi qurib o'tirishadi. Bu shahzodalar va begzodalarga xos madrasa edi. Ularning orasida darisi yanida o'ltirgan Alshir to'satdan jimg'irlashib ketdi. Savoqdoshlarining mudarrisdan yoshirinch qilgan sho'xliqlarga faqat aralashmaydigan bo'lib oldi. Shahzoda Husayn ba'zida uni noqib qo'yadi. Alshir cho'chib ketadi-yu, yana xiyolga botadi. O'quvchi shahzodalar maktabda muhokavir edi. Darslarini chala-pula takrorlab o'zaro pichirlashga boshlaydi. O'qiya etish, ot choptirish, qilish vazliq, savut, qalqon kelajakda kimning qayerga hokim bo'ladiganligi to'g'risida so'zlashadi. Qisqasi, ular kichik vaqtidan boshlab taxt talish kurashlariga qatnashadi. Sho'x Kapsiz Alshirning to'satli jimib ketganiga taliblar endi rasmiy diqqat qilishga boshladi. Oxir berib mudarrismo bundoq jimg'urlikdan g'alatilik his qilib, xavotirlanib qoldi. Alshir jimg'urlik davri boshlanib uzoq o'tmay Fariddin Attarning Mantiq Qutayir, ya'ni Qushlar tili nomli dostonni qo'lidan tushirmay o'qiydigan kitob mastonasiga aylanib qoldi. Qushlar Sumruq otliq podshohni izlab yo'lga chiqadi. Yo'l qiyin ham mushaqqatli edi. Yo'l azobiga chiday olmay ko'p qushlar orqasiga qaytishga boshladi. Qushlarning boshlig'i ho'pib, ularga ko'p ta'na qildi. Sarxil qushlardan 30 ko'zlagan tog' cho'qsiga yetib berishdi. Afsuski, bu tog' cho'qsida hech qanday tirik zot yo'q edi. Qushlar hayron bo'lib Sumruqni izlashdi-yu, uni zodila topolmadi. Oxir ma'lum bo'ldiki, son-sanoqsiz azob oqibatlarga chidab, yo'l mushkulotlarni yengib bu yerga yetib kelgan 30 qushning o'zi dal Sumruqlar edi. Dastonda barliq mavjudot, jumladan insonmi Allohning aksidir. Koinotni va insonni so'yish Allohni so'yish demakdir. O'zini bilgan Allohni biladi. Allohning barliq sifatlari insonga jamlangan.
Şoňa özüni söýgen, Allahny söýgenge barabar degендek tasavvuf aqidalary ilgiri sürilgen idi. Tasavvuf ta'limatlary insonga va hayotga muhabbat bag'lashga da'vat qilish bilan Alshirni qiziqtirgan edi. Alshir mantiqu tayyorda keltirilgan bir hikoyatni o'qib etib, qattiq hayajonlanib ketdi. Bir shoir Xudoga yolvuribdi. Mahshar kuni meni do'zaxga tashlasa, tenimni shundoq bahayvat yo'g'on qilsinki, do'zax orom topsin va u yerda boshqalarga o'rin qolmasin. Dastanning bosh qismida xattatlar tarafidan shoir Farididdin Attarning hayotiga munosabatlik ba'zi rivoyatlar qayd qilingan edi. Shayx Bahodiddin Valad Xarzam shahrida, ya'ni O'limala Sultoni degan nom bilan katta shuhrat qozondi. Xarzam Shoh Muhammad adolat quyoshdan yuz o'rib, g'aflat uyqusi g'arq bo'ldi va puhrolarning beshida zulm xanjirini o'ynatishga boshladi. Bahodiddin Valad, ya'ni xususiy mantat hukmron bo'lgan saltanat mal'un saltanatidir deb Xarzam Shohni aybladi va uningdan ranjib, Xarzam shahrini tashlab safarga otlandi. Gerçi Sultanul Ulama Muhammad tirik bo'lsa, Xarzam tuprog'ida birdammi turmayman deb qasam ichgan bo'lsa-mu, ammo Nishapurda bir necha kun to'xtab, shoir Farididdin Attar bilan ko'rishib o'tishni niyat qildi. Afsus, bu kunlarda shoirni yo'ldan ozgan deb o'limga hukm qilishgan. Keyin hukmni bo'shtib, mol-mulkini musodir qilib, uni shahardan qo'g'ilgan ekan. Ular shahardan chiqib, yarim kun yo'l yurib bir qaqas taqqa yetib bordi. Bahodiddin Valad otdan tushib, yuqorida qarayib turgan g'araga qarab mangdi. Uning o'g'li 12 yoshli Jaloliddin Rumi otisiga ergashdi. Ular g'ar oldiga kelganda uchisiga qarayib ketgan pashmat. Beshiga uzun qalpoq kiygan o'ruq bir buvay ittik menib ularning oldiga chiqdi. Onun yurishidan andisha emas, balki shiddat chiqib turadi. Ular un-tunsiz salomlashdi va o'chib qolgan gulxonning ikki tarafida bir-biriga qarama-qarshi qo'yilgan tashlarda o'tirishdi. Jaloliddinning oldida Hindistongacha bo'lgan butkul musulmon dunyosini kezib chiqqan, bu dunyoning eng sapgo'rlarini qalbiga pukkan, mantiqu tayyirdek buyuk asarni yezib, insonning yetilish yo'lini sizib bergan, o'nlab she'r kitoblari bilan dunyoga dong chiqargan, lekin zodila tojdorlarni va taxtni maqtab qalamini bulg'magan bir simo turadi. Shoir suhbatni she'r o'qib boshladi. Olamni g'aybidan ushtum havoga, yetdim navoga, tushdim samoga. Qolmadi olam hech kimga boqi, kashdim jahondan, yetdim xudoga. Shoirning ko'zlari Jaloliddinga tikilib to'xtab qoldi. Jaloliddin shoirning ko'zlaridan shuni aniq bildiki, u hayotlik bilan hamma hisob kitobni qilib bo'lgan. Faqat bir narsani o'limni kutyapti. Jaloliddin og'zi go'rdek echilib turgan osh o'ngir oldidagi qop-qorong'i tuproqqa o'xshash shoirning qirib, qog'jirab ketganligini bayqadi. Ko'nglimning ko'zi bilan sizni ko'p yildan buyon izladim, Shayx Farididdin, dedi Jaloliddin Rumining otasi. Allohning marhamati bilan didoringizni ko'rishga muyassar bo'ldim. Jaloliddinning bo'yiga rahimi kelib, ko'ngli buzildi. Uning ushluq takiya kivagan bu vijib bo'yiga emas, balki ko'p o'tmayla uningdan ayrilib qoladigan dunyoga echilib ko'ngli buzilgan edi. 1221-yili 2-oyning 10-kuni Chingiz qo'shinlari Nishapurga bostirib keldi va shaharni tuzlab oqtamga aylantirib etdi. 400 hunarvandan boshqa shahar aholisi tamoman qirib tashlandi. Chingiz askarlaridan biri asrlar orasida musulmonlar avliyo deb biladigan bir buvayning muborligini o'qib, buvayni tutqun qilgan nökarga 1000 dirham berib setib olmoqchi bo'ldi. Meni azonga setib etma, dedi shoir 1000 dirhamni ko'rib o'diqib qolgan nökarga. Sen meni texmi qimmatroq setishing mumkin. Farididdin Attar o'z jinni qutqizib qelishi mumkin edi. Lekin endi uningga hayotning qiziqi qolmagan edi.
qeri zaif buvayni bir dirhamgami elishmaydi. Bir kuni askarlardan birisi omad qochgan do'stini zanglik qilib, o'tganda 1000 dirhamga setiverdi sotmading, hamda bu qari maymuning uchun bir qop samon berman, sotamsan, deb to'g'ridi. Shoir xelidan beri kutgan payt yetib kelgan edi. Meni tezroq setiver, hamda buningdan o'shqa yaramayman. Haqoratlangan nökər ochiqig'i paylamay shoirni qilich bilan chepib tashladi. Alisher bu asarga haddidan ziyoda berilib ketgachga boshqa ishlarni butunlay unutdi. Shu yo'sinda bir mezgil Dilqut xazinasi u bolalardan butunlay o'zini tortdi. Demisimi hech kimning gap so'zi uning quliqiga tetamaydi. Agar birasi uningga turmushdagi ishlardan gap ochsa, ochiq keladi. Alisher odamlardan butunlay yiroqlashishga boshladi. O'zini g'urbatchilikda qolgandek his qilib, bir chet joyga kelsam, tekiqsiz odamlardan yiroq yursam deb o'ylaydi. Alisherga hayron bo'lgan Husayn G'iyosdinga bu ahvolni yetkazdi. Ota-onasi Alisherni talvilik kasallik giribtor bo'lgan o'xshaydi deb qattiq ansiradi. Mantiqu tayyorni ular yo'shirib qo'yishdi. Alisherga quyosh tutilib, hamma yoqni qorong'ulik bosgandek tuyuldi. Otasi uning bu kitob haqida so'z etishini chekladi. Onasi uni bag'riga besib, uning o'ynab kulib yurishini, bu kitob xususida o'ylamaslikni iltijo qildi. Oradan bir qancha vaqt o'tgan bo'lsa-mu, Alisherning ota-onasi o'z tadbirining qilch foydasini ko'rmadi. Mantiqu tayrining har bir misrasi Alisherning esiga cho'nqur o'rnishib ketgan. Uning dili hamon qushlar tili bilan sirdosh. Boshqa gap so'zga bexushtar edi. Bir kuni balalar madrasada o'qiyotganda to'satdan ko'chada shovqin so'ran ko'tarildi. Eshikdan muazzin kirib keldi. Uning chiroyi tamdek totirib ketgan edi. U daldan shiginicha mudarrisning oldiga kelib, uning qulig'iga pichirladi. Gapi bir-biriga qo'llashmay vatadi. Saroydagi baglar bilan kensaklar motam kiyim kiyib olganmish. Ulug'bek hazratlari kelamish. Shohruh podshoh vafot bo'lganmish. Shoh oliydir, ig'ir kasal edi. Mudarris titrab turib Qur'on o'qidi. Shahzoda va Husayn va boshqa shahzodalar jimib turishadi. Ular muallimga agishib, qo'llarini yuzlariga suribla gurrudi o'rinlaridan turishdi. Madrasa birdamdila bo'shab qoldi. Madras saroyga yaqin bo'lsa-mu, shahzodalar sakrabla otga minishib, choptirib ketishdi. Alisher xomush holda jim o'tiradi. Ustozining qaytinglar degan ovozi anglanish bilanla Alisher bir necha begzodalar bilan billa o'rnidan qo'zg'aldi. Cho'ng maydon odamlar bilan to'lgan edi. Bu yerda matochilar, mo'zdozlar, ko'ni mato yaktaklik bechoralar ko'p edi. Kishilar to'xtamay pichirlashyapti. Podshoh hazratlari jang maydonida vafot bo'lganmish. Tong otganda qasrga akilamish. Qirib vafot bo'ldi. Ulug' otasi Temurdan uzoq yashadi. Shahzodalar otasini dafn qilmasdan taxtalash qildirdi. Ulug'bek hazrat Samarqanddan lashkar tortib kelamish. Bu yerga olimlar, shoirlarmi kelgan edi. Beshiga cho'ng salli yo'gigan, uchisiga yoqsiz ko'nglak, atrang to'n kiygan shoir Abdurahmon Jami to'p ichida qo'llarini orqasiga tutib xiyol survatadi. Shohruh o'ldi. Temur Xoqon saltanati shuning bilan tamom bo'lsa kerak. Amdi shahzodalar bilan baglar yana urush qo'zg'aydigan bo'ldi. Qonliq janglar zodi tugamaydigan o'xshaydi. Shohruhning nafsi to'xtash bilan janjal quyuni ko'tarildi. U insofsizlar. Hey, hamma odam oxiri yana tuproqqa ko'miladi. Bevafo dunyo. Demisimi bu kunlarda o'rdida Qir malika Guharshad oyimning hiyl-mikri avjiga chiqqan edi. U navrisi Aloid davlani Ulug'bek hazratdan yaxshiroq deb qaraydi. Uzoqdan beri uni bo'g'isning o'rniga podshoh qilish niyati bor edi.
bir necha yil ilgari Shohruh og'ir kasal bo'lib qolgan chaqda Guharshat oyim davlatni idora qilish ishini butunlay o'z qo'liga olgan. Hatta u Shohruhdan navrisi Aloid davlani taxt varisi deb e'lon qilishni talab qilgan edi. Shohruh bo'lsa taxtni o'g'li Muhammad Cho'qiga topshirishni o'ylaydi. Ammo bu arzusi faqat uning ko'nglida qolgan edi. Chunki u Malikadan haqiqatdi. Malika butun hokimiyatni egallagan edi. O'rdining ishlariga Muhammad Cho'qini asla yaqin keltirmaydi. Faqat Aloid davlat bilan Abdulitovni qatnashtiradi. Muhammad Cho'qi Shohruhdan 2 yil ilgari vafot bo'ldi. Uning o'g'illaridan faqat Ulug'beklar hayot qolgan. Navirlar bo'lsa sonsiz bo'lib, ularning hammasi taxtga janjal silishga tayyor edi. Shohruh jon o'zganda jang maydonida Guharshat oyim bilan Abdulitov bor edi. Malika Abdulitovni bexudlashtirish uchun uni bosh qo'mondonlikka tayinladi. Uningdan yo'shirin holda Yiratqa Aloid davlatining oldiga chaparman avatdi. Buni bayqab qolgan Abdulitov darhol Mo'misni qamoqqa elishni buyurdi. Lekin Yiratdan yelib kelgan Aloid davlat Guharshat oyimni ozod qilib, Abdulitovni qamab qo'ydi. Shuningdan keyin Shohruhning jasadi Yiratga keltirildi. Yiratda dafn murosimi Temurlar xonadonining an'anasi bo'yicha zo'r dabdaba bilan o'tkazilib, Shohruhning jasadi Guharshat oyim nomidagi madrasaga dafn qilindi. Kichikgina Alshir bu voqealarning guvohchisi edi. U saraydagi va shaharlardagi suran cho'qonlarni, dadasining kayfiyatidagi o'zgarishlarni kuzatadi. U shoh va sultonlar orasidagi taxt talish ko'rishida ota bilan bola, bu bilan navrlarning bir-biriga qilich tanglashga tayyorlanayotganliklarini sezib afsuslanadi. Bu nima degan qabihlik deb qayg'uradi. Qishning shivirg'anliq bir kuni uchqunlab qor yog'moqda. G'iyosiddin naqshli kichik mehmonxonasida Mir Said bilan suhbatlashib o'tiradi. Cho'g'dandagi lavuldab turgan o't uyni isitib etgan edi. Yilila yangiq o'ynab qaytib kelgan Alshir bir turk shoirining ishqi muhabbat va dinniy temidagi bir she'rni pichirlab o'qib o'tiradi. "Qani, o'qi bolam, o'lligirak o'qi, bizmi anglayli", dedi tag'isi Mir Said. "O'zingizmi shoir-ku? Siz o'qisangiz yarishidi. Xato o'qib qo'yishdan ansirayman." Yurkim hissiyot va zavq to'lgan. Ammo she'r ijod qilish uchun kuchli ilhom kerak bolam. Men faqat ermak uchun qalam tavirtib qo'yman. Tamimcha sen shoir bo'lsan. Zehning o'tkir, Paris shoirlari yuksak tuyg'ular, cho'nqur fikrlar bilan to'lgan ajoyib she'rlarni yozdi. Bizning shoirlarimizmi ularni do'rab Paris she'r yozishni odat qilib oldi. Bizning diyorimizning vodillari keng, tog'lari egiz. Bizning o'zimizga xos odat, an'ana, qo'shoq, ko'y dostonlarimiz, cho'chak rivoyatlarimiz bor. Bular bizning boyligimiz, bo'libmi tilimiz go'zal, shirin va rangdor bolam. Sen o'z yo'lingni topqin. Uyg'ur yozuvchisi Botir Ro'zining Ma'nilar xazinasi Alshir Navoiy nomli asrini bugun mush yergacha anglatamiz.